Hozirgi ko'rsatadigan toyimni ortiqcha ta'riflab o'tirmayman. Sababi o'zingizlar ko'rib qolinglar. Qirg'iziston Novxat shahridan 2 yasharli ajoyib bir toy qo'yamiz. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana sotuvimizga 2 yasharli toyimiz chiqdi. Qirg'iziston Novxat shahridan. Bemalol qirg'izistonlik obunachilarimizga telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiraman. Xo'p, toyimizning ma'lumotlari. Toyimiz bo'ylari 1.70, yoshi 2 yashar, yozda 3 yoshga to'ladi deyapti. Otasi Yevropa, onasi Rossiya. Otimizning zardalari, tezliklari, yengilliklari juda ham zo'r, yuvvoshliklari juda yuvvosh. Ko'rib, toyimizni yoqqan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol savdosini qilsanglar bo'ladi. O'zbekistonga ham o'tkazib berishadi. Qirg'izistonda ham obunachilarimiz ko'p. Bemalol ko'rib, yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqib, bemalol olsanglar bo'ladi.